Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugundan boshlab sizlarga birinchi video darslikni taqdim qilaman. Bugungi video darslikda BMG Drive da qanaqa turdagi videolar qilsa yaxshi keladi, shu narsani ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi kanalimiz Chaqmoq Makvin kanali. Bunga kiradigan bo'lsak, hop, prosmotrlarni populyarligiga bosadigan bo'lsak 21 million, 5 million, 4,5 million, 2 million prosmotr olgan. Prosmotrlar juda ham zo'r. Hop, bunda qilgan videolarni ko'rib chiqamiz. Biz ham xuddi shu turdagi videolarni bemalol qilsak bo'ladi. Darslik davomida mana shunday ko'rinishdagi videolarni qilishni albatta o'rgatamiz. Hop, ikkinchi kanalni ko'ramiz. Ikkinchi kanalda ham xuddi shunga o'xshash yo'nalish, deyarli bir xil. Uchinchi kanalni ko'radigan bo'lsak, bunda biroz boshqacharoq. Ya'ni bular hammasi BMG flatbed yo'nalishi hisoblanadi. Flatbed yo'nalishida maqsadi shuki, avtomashinalar qandaydir to'siqlardan o'tadi, ranglari o'zgaradi, ya'ni yosh bolalar ko'proq ko'radigan turdagi yo'nalish bo'ladi. Hop, keyingi bizni ko'rib chiqadigan narsamiz bu shorts yo'nalishi. Shorts yo'nalishida ham har xil videolar qilsak bo'ladi. Shortsga kamroq vaqt ketadi. Boshlanishiga shortsdan o'rganib, keyin katta videolarga sekin-asta o'tsak bo'ladi. Hop, mana bu ko'rgan videomiz ham bu ham shorts qilingan. Bunaqa video qilishlarni ham ko'rib o'tamiz. Keyin bizda yana bitta kanal bor. Bu yo'nalish biroz qiyinroq, lekin auditoriyasi juda ham katta hamda RPM ham juda ham katta bo'ladi. Sababi buni ko'radigan odamlar yoshi jihatdan ham katta bo'ladi. Deski kontent, yosh bolalar ko'radigan kontent hisoblanmaydi. Shuning uchun bu kanalning videolari prosmotrlarida RPM juda ham baland bo'ladi. Hozir misol uchun sizga mana bitta videosini ko'rsataman. Hop, bu kanalga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bunda hamma mashinalar rejalashtirilgan holatda, mana shunday avtomashinalarni qatnov yo'lida rejalashtirilgan holatda amalga oshiriladi. Ya'ni hayotda uchrashi mumkin bo'lgan avariyalar rejalashtirib video qilinadi. Buni prosmotrlari juda ham zo'r bo'ladi birinchidan. Keyin RPM ham juda ham baland bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, eng kam ko'rilgan videosi 560 ming. Bu ham 3 hafta oldin. Lekin bunda bir haftada bir, 10 kunda bir video chiqarsangiz ham yetadi. Chunki buni tayyorlashga juda ham katta vaqt ketadi. Bu videoda nimalar o'rganamiz? Bu darsligimizda mana shu damirlarga harakat berish, damirlarni mashinada mindirish, mashinalarning bir vaqtning o'zida bir nechta mashinalarni harakatlarini rejalashtirishni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Populyarligiga bosadigan bo'lsak, 14 million, 11 million prosmotrlari, eng kami ham million prosmotr olgan. Bu yoqda mana 500 eski videolar, 2 yil oldingi videolar sal sifatsizroq bo'lgan. Shuni hisobiga bular ham 35 ming, 40 ming atrofida ko'rilgan. Hop, shu bilan birinchi video darsligimizda shu haqida gaplashmoqchi edik. O'zimizga yo'nalish tanlab olishimiz kerak. Birinchi navbatda shortsmi yoki flatbed yoki qanaqadir crash yo'nalishini tanlab olishimiz kerak. Lekin sizga beradigan maslahatim, birinchi shortsdan boshlaymiz. Flatbedga o'tamiz. Keyinchalik o'zimizni qo'limiz kelishib qolib ancha o'rganib olganimizdan keyin crash yo'nalishlariga o'tsak bo'ladi.